Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Biz sizlar bilan bosh og'riqlari mavzusini davom ettiramiz. Bugungi kunda juda kam uchrovchi, lekin juda muhim bo'lgan, ancha-muncha nevrologlar tarafdan o'tkazib yuboriluvchi paroksizmal gemigreniya va gemigreniya kontinua kasalligi haqida gaplashamiz. Bu ikkala kasallik ham trigeminal vegetativ sefalgiyalar gruppasiga kiradi va umumiy o'ziga xoslik sifati mavjud. Ya'ni oddiygina hammamizga ma'lum bo'lgan indomitotsin dori vositasiga yaxshi javob beradi. Aynan diagnoz qo'yishda ham biz ushbu dori vositasidan ishlatamiz. Bu kasallikning umumiy simptomlari mavjud, ya'ni vegetativ simptomlar bilan birgalikda kechadi. Ya'ni burun bitishi, burundan suv oqishi, ko'z qichishishi, ko'z qizarishi, ko'z oqishi, peshona terlashi, yuz terlashi, qovoqlarning ishishi, qovoqlarni osilib qolishi kabi shu holatdagi simptomlar bilan kechadi va og'riq ham yuzni aynan yarmida, o'ng yoki chap yarmida yuzaga keladi. Paroksizmal gemigreniya kasalligi tez-tez og'riqlar bilan yuzaga keladi. Ya'ni yuzning yarmida kuchli og'riq bo'ladi. 2 daqiqadan to yarim soatgacha davom etadi. Yuzning yarmida og'riq bo'ladi. Boshqa klaster kasalligiga ham aynan o'xshab ketadi, lekin davomiyligi qisqa bo'lishi bilan ajralib turadi. Kuniga 5-6 martagacha og'riqlar yuzaga kelishi mumkin. Gemigreniya kontinua kasalligi ham intensivlik bilan ajralib turadi. Bu kasallikda bir xilda og'riq davom etadi. Ekranlaringda hozir unga xos kriteriyalarni ham ko'rib turishingiz mumkin. Demak, 3 oygacha bir xilda davom etib turuvchi og'riqlar bo'ladi. Bemorni o'zini qo'yarga joy topolmaydi va yuqorida sanab o'tgan vegetativ simptomlar bilan yuzaga keladi. Qolaversa aytganimizdek, indomitotsinga yaxshi javob beradi. Ushbu kasalliklarni qanday davolaymiz? Birinchi o'rinda yuqorida aytdik, indomitotsin dori vositasi bilan davolaymiz. Ya'ni terapevtik doza 75 milligrammdan hisoblanadi. 25 milligrammdan chiqadi. Odatda 3 mahalga o'rtacha yozib beriladi. Yana kasallikning holidan ham kelib chiqiladi. Ikkinchi liniya sifatida boshqa NPVS og'riq qoldiruvchi dori vositalari ishlatish mumkin, verapamil ishlatish mumkin va uchinchi navbatda hisoblaydigan bo'lsak, topiramid va ergot unumlari kabi dorilarni qo'llashimiz mumkin. Boshning yarmida doim ham og'riq bo'lishi bu migren degani emas. Migrenda bilamiz, og'riq davomiyligi uzoqroq davom etadi va turli xil boshqa dori vositalari bilan davolanadi. Bu kasalliklar esa boshning yarmida bo'ladi, vegetativ simptomlar bilan yuzaga keladi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shu kabi simptomlar kuzatilayotgan bo'lsa, bu videomizni ularga ulashib qo'ying. Agar videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling.